Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun 6-aprel 2025-yil. Yangi ekilgan niholchalarni qanday qilib havoga o'rgatamiz, sharoitiga o'rgatamiz desanglar, mana ekilgandan keyin mana bunaqa yashiklar bilan kundan to'sasizlar, ya'ni soyalatasizlar. Yoki agar unaqa bo'lmasa, duga bilan oddiy unni qopi bilan ham soyalatsanglar bo'ladi. Asosiysi ikki tarafidan havo kirib tursin. Shu tarzda 15 kun turadi. 15 kundan keyin ora-orada, endi issiq paytda emas, soat 10-11largacha iloji boricha ochib qo'yib, keyin abitga qizib ketayotgan payti yana 1-2 soatlar yopib, soat shu 12 dan deylik 2-3largacha yopib qo'yasiz. Keyin yana olib qo'yib, shuna qilib 2-3 kun qarab turasiz. Shundan keyin polностью olib tashlasangiz ham bo'ladi. Endi men shuna qilaman, lichni. Bo'lmasam ertaroq olib qo'yib yoki abit payti, o'sha kun qizigan paytida ham olmasdan qoldirganlarim bo'ldi. Hozir ularni ham sizlarga ko'rsatay. Mana ro'paramizdagi uzum masalan shu ertaroq yashikka olib qo'yganman ustidan. Shuning natijasida unaqa barglar kuygan. Bu yaxshigina zararlagan. Shuning uchun yashiklarni olib tashlashga shoshilmaymiz. 15 kun, 16 kun tursin soyalanib. Chunki tomirlari ham yerga butunlay moslashishi kerak. O'sishni boshlashi kerak uzum. O'sha paytda olsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, ikki bo'lib sirazu soyalatamiz. Yana bitta ma'lumotni aytib o'tay. Juda unaqa plastikoviy yashiklar bo'lmasa, unaqa yog'och yashiklar ham bo'ladi. Ulardan ham orasidan tirqishlardan kun kiradi. Asosiysi o'sha aytganimdek, havo kirishi ta'minlanishi kerak va kunni bir qismidan to'silishi kerak. Kunni quyosh nuridan. Shu aytib o'tmoqchi bo'lgan ma'lumotim shulardan iborat edi. Yana bitta ma'lumot. Ko'p suv quyib yubormanglar. Uzuminglarga mehribonlik qilib tezroq o'sadi, yaxshilab tutib olsin deb. Yo'q. Iloji boricha bir haftada bir marta quyinglar. Yoki yeringlar namroq bo'lsa 10 kunda bir. Bo'lmasam tomirlari chirib qoladi. Ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.